Amerikaga ketishning eng oson yo'li. Videoni oxirigacha ko'ring, aniq bilamanki foydali bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar. Ha, bilganlaringizdek gap Green Card sohiblari haqida ketyapti. Ammo bu tuyg'uni his qilish hammaga ham nasib qilavermaydi. Shuning bilan birga Green Card yutganlarning hammasi ham viza ola oladi degani ham emas. Buning asosiy sababi hujjatlardagi kamchiliklar va ma'lumotlarning Green Card talablariga mos taqdim etilmaganligida. Bunday kamchiligi bor anketalarga yutuq chiqqan bo'lsa-da, barcha xarajatlar qilinib, elchixonaga kirilgan va elchi tomonidan rad etilgan holatlar ham bizning amaliyotimizda uchrab turibdi. Bunday holatlardan saqlanish uchun boshlang'ich Green Card anketasini to'ldirayotgan paytingiz kiritayotgan ma'lumotlaringiz hujjatlarga mos kiritilishi va eng asosiysi rasm talablariga rioya qilinishiga e'tibor bering. 1 yilda bir marta beriladigan imkoniyatingizni behudaga sarflamang. Test Travel sizlar bilan salomat bo'ladi.